ayoldir u, ayoldir u. Yo'g'iga ham ko'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan ayoldir u. Kimning nomidan kelyapsiz, bilasizmi shuni? Siz uchun? Sizning nomidan emas. Sizni o'zingizni bir farzandlaringizdek bo'lib qolgan insonlar nomidan. Sevinch bilan. Yo'q. Hojat bormi? Yo'q. Men farzandlarim. O'zim aytaman, bitta ismlarni aytaman. Birinchi navbatda Munisa opam, Munisa opami. Fotima opam, Zuhra opam, Marjona hamda Sabina opam nomidan kelyapmiz. Sizni tabriklash maqsadida. Lekin men bitta narsaga hayron qoldimda. Bugun necha yoshga kiryaptilar deb so'radim. To'g'ri gapirdilar deb o'ylayapman, nimacha. Bugun o'zingiz ayting, mana kameraga olyapmiz, o'zlarga 18 yoshmi yo 19 yoshmi? 19 yosh. Bo'lmasa bitta qarsaklar bilan 19 yoshingiz muborak bo'lsin deb sizlardan 100 yoshga opadan tabriklaymiz. Kelishimdan oldin u kishi bilan telefonda gapirdimda. Nima so'zlarni aytib qo'yapsiz? Bugun tug'ilgan kunlari birinchi navbatda juda ham yaxshi ko'rishimizni ayting. Biz shogirdlari u kishi xuddi o'zimizni oyimizdek, onajonimizdek bo'lib qolganlar. Bizni o'z hayotda yo'limizni topish uchun juda katta hissa qo'shganlar bizga. Juda ham yaxshi ko'ramiz, ilohim 100 yoshga kirsinlar. Ishlarini rivojlanib bersin, hamma vaqt sog'-salomat yursinlar degan. Va men so'radim, ko'ngilingizda gapingiz bormi akajon? Agar xohlasangiz yozib olayman, aytib qo'yaman. Yo'q dedilar. Agar men o'zingizga aytsam juda ham ko'payib ketadi. O'qishman sizga yozib yuboraman dedilar, o'zingiz o'qib bering dedilar bitta-bitta. Agar ijozat bersangiz, u kishining gaplarini o'qib bersam sizga. Hurmatli Marhaba opa, shukrona kuningiz bilan chin dildan tabriklaymiz. Musofirlikda bizga ona kabi mehr berib, holimizdan xabar olib, doim qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Sizning g'amxo'rligingiz va e'tiboringiz biz uchun katta tayanch va katta kuch berib kelmoqda. Alloh sizni ikki dunyo saodati bilan siylasin. Mustahkam sog'lik, uzoq umr, oilaviy baxt va ishlaringizga yanada katta muvaffaqiyatlar bersin. Ilohim doktor Ibbo brendimiz butun dunyoga birgalikda tanitaylik. Qilgan yaxshiliklaringiz o'zingizga baraka bo'lib qaytsin ilohim. Har doim shunday mehribon, adolatli va yuksak qalbli rahbar bo'lib qoling. Yana bir bor sizni shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Ilohim hamma vaqt sog' bo'ling. Marhaba opa, bo'lmasa ushbu kunda tilaklarim umuman bir olam. Unda aslo yo'qdir tashvish va alam. Dunyodagi tilaklar bo'lganda ham jam opajonim siz uchun bu tilaklar kam. Jannat darvozasi ochilgan bugun, osmonda farishtalar yig'ilgan bugun. Axir bugun siz tug'ilgan kun, bitta qarsaklar bilan tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Va shogirdlaringiz nomidan azimda chiroyli gullarni qabul qilish opajon, marhamat. Opajon va ustozimni har bir o'tgan soniyalari baxtga, quvonchga to'lsin deya siz uchun ajoyib sovg'a bo'lganlar. Sahna o'zlari marhamat, buni ham agar gullarni ujab tursanglar, agar shogirdlaringizga shuni aytadigan so'zlaringiz bo'lsa, marhamat kameraga qarab gapirishingiz mumkin. Bizni ko'radilar. 안녕하세요. 정말 감사드립니다. 늘 건강하십시오. 정말 행복합니다. 아주 반갑습니다. 늘 건강하시고 부자 되시기 바랍니다. 이렇게 dunyo baxt so'rasin. Tileyman sizlardan katta rahmat sizlarga. Yaqin kunlarda Koreyaga boraman. Xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda to'ladigan nishoningiz. Qasamli rahmat sizlarga.